Akalar, endi mana u yukka bitta ahamiyat bermasalar bo'lmaydi, qaranglar. Va u rakvina, hop, oddiy kichkina korpusdagi dushi, stoyka dushi, filtri, yoqda neyro kollektori bo'lyapti, adapterlari kontrolga kiradi. Mun qaranglar o'rtoqlar, nima deyapti? Luchvoy sistemaga bo'lyapti, kranilari bilan mana. Kollektorga, hop, hamma yo'g'i endi tashqaridagi mahsulotlar bilan bitta sizlarni tanishtira olmasam bo'lmaydi she'r ekan. Shunaqa zo'r narsa olyapti. Xudo xolasa buni polni montaj qo'ygandan keyin har bittasini obzor qilib berishni nasib qilsa, qani deb vaqt bo'lsa, olib borib chotchi qilib sizlarga mana mana shu narsalar o'rnatilganlarini chotchi qilib videosini ko'rsatsam. O'rtoqlar, plastirin to'pli pola alyuminiy luchvoy sistemaga ketyapti. Unitazi hop, ekokeraman bo'ldi. Bu yoqda 0115 rakvinasi to'rtburchak varianti. Hop, 12 talik qilib, 14 talik qilib akfarajator original yaxshisini 3 taligini mana ko'ryapsizlar, sifatli yaxshisini ulab berganmiz. Va ikkita 10 taligi hamda sushilkasini qilib berganmiz. O'rtoqlar, lekin xudo xolasa har bitta mahsulot juda ham sifatli bo'ldi. Sizlarga mana shunaqa sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa va ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Zo'r ustalarni hamda sifatli mahsulotlar qilib beramiz.